Kimgadir to'g'ri bir oyda ta'sir qiladi, kimgadir bir haftada, kimgadir 10 kunda aytishadi. Judayam o'zgarish katta. Uje dog'larim ketishi boshlaganini atrofimdagi insonlar ham aytishi boshladi deb gapirishadi. Ya'ni semiz ozg'in odam borda, ya'ni qora oq odam borda, yuz turi ham har xil bo'ladi. Kimgadir tez ta'sir qiladi, kimgadir sekin ta'sir qiladi. Sami vaqtida ketma-ketlikda adashtirmasdan, ayniqsa soatda, ya'ni kechqurun soat nechida zo'r ta'sir qiladi, kunduz kuni sursa qaysi payt zo'r ta'sir qiladi. Buni eng muhim bilishingiz kerak. Sababi bitta kremni $100 olib, buni vaqtida ishlatmasanglar, kreminglar foyda bermasa, ayb kremda emas, ayb o'zingizlarda. Nega? Vaqtida ishlatishni bilmaganinglar uchun. Qorninglar ochadimi? Yuz ham xuddi shunaqa. Qorni ochadigan paytda berish kerak, qorni to'q paytda berganingiz bilan foydasi yo'q, ishlamaydi. Uje ular uxlaydi yuz ham.